Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa keyingi yog'och zakasimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda 2 dona 2 qanotli eshik qilib berdik. Hozir sizlarga buni narxi, ma'lumoti, razmerlarini tushuntiraman. Xo'p, bo'lmasam razmeridan boshladik. Xo'p, eshigimizning razmeri eni 1.10, balandligi 2.40. Ikkovi eshigimiz bir xil razmerda. Xo'p, 1.10 eni kichik bo'lgani uchun bittasini katta, bittasini kichik qilib qo'yib berdik. Ochiladigan, odam kiradigan tomonini kattaroq qilib berdik. Odam kirib chiqishiga bemalol bo'lishligi uchun. Xo'p, oynagini odam ko'rinmasligi uchun pastga gulli solib berdik, tepasiga yorug'i yaxshi berishligi uchun sidon oqayni solib berdik. Xo'p, oynagimizni ham solganda germetkalab, har doimgidek germetka qilib solamiz. Tepasini ham har bitta ko'zini. Xo'p, yana shumkasi chekada rezinkalar bor. Buni ham rezinkali qilib qo'yib berdik. Ochilib yopilganda taraflanmasligi uchun shunaqa holatda qilib ochilib yopiladi. Hozir montajdan keyin buni nari tomonda ham rezinkalari bor, ularni ham solib chotga qilib qo'yamiz. Hozir uni syomkasini qo'yamiz. Xo'p, o'rnatilganda mana eshiklarimizni peshina liniyasi mana. Past baland yoki katta emas, har xil standart razmerda. Shunaqa holatda qilib berdik. Xo'p, zamogimiz bilasizlar, doim millioniy sinaqda zamog qo'yamiz. Ichidagi metali serdeshniskicha temir bo'ladi. Yosh bolalarda ochilib yopilishiga ham bemalol xizmat qilib yarab beradigan zamog. Xo'p, yog'ochimiz Neabroznoy Bratskiy 5 yog'ochdan qilingan. Shlipovka resmimiz hamma yoqdan o'tib 4.6 sm ga qolgan yog'ochimiz qalinligi. Xo'p, mana sizlarga ham ko'rsatib beraman. Mana yog'ochimizni qalinligi shu holatda hozir 4.6 sm yog'ochimizning eni qalinligi. Bu tomondagi bo'g'zalari 11 sm, bulari 13, dalamiz qalinligi 2-2,5 sm atrofida qalinlikda qilinadi. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, yog'ochlarimizda metr kvadrati shu yog'ochimizniki 1.150.000 so'mdan tayyor qilib berdik. Shuni ichida borib o'lchash, olib borib o'rnatib berishlari bilan birga. Buni 2 donaligini sababi, buni boshqa sheriklari ham bor. Hozir ustalar ishlayapti-kan, derchilar. Zarli ikkita eshik bo'lgani uchun 2 donasini bitkizib berdik. Qolganini yana davom ettiramiz. Shu holatda qilib berdik. Buni ham derazalari bo'ligi uchun 1.150.000 dan qilib berdik. Agar faqat eshikni o'zi bo'lsa, shu holatda bo'lsa, metr kvadratini 1.200.000 so'mdan tayyorlab beramiz. Hamma yo'q ichida bo'ladi. Endi buni yog'ochda, endi ko'pchilik hozir xabar bor, bildi ham, yog'och qimmat bo'lib ketgan. Tem bo'lib buni kraskalab, ustanovka qilib shu holatda qilib berishi ancha qimmat. Endi yog'ochlarimizni metr kvadratiga keladigan bo'lsak, yog'ochimizni eshiklarimizni metr kvadrati 500.000 so'mdan 1.5 million so'mgacha bor. Endi uni farqi nimada desanglar, yog'ochni materialni birinchi o'rinda sortiga, qalin yupqaligiga, fasoniga, figuralariga, kraska bo'lish bo'lmasligiga qarab, puli plus minus bo'lib chiqaradi. Shunisiga qarab ketaveradi. Derazalarimiz arzonroq. Derazamiz metr kvadrati 400.000 so'mdan 1.200.000 so'mgacha bor. Deraza bilasizlar, arzonroq yuradi. Mehnati bir xil, material eshikka qaraganda ozon ketgani uchun shunaqa arzonroq yuradi. Bu ishlarimizni ham baquvvat qilib 3 tadan 6 toshimosh qo'yib berganmiz. Buning ichida o'zimiz olib borib o'rnatib ham beramiz. O'sha 1.150.000 so'm ichida ustanovka, dastavkalar ham ichida. Mana mashinamiz har doimgidek to'shalarga o'rab, shilinmasligi uchun akkuratlik qilib olib borib beramiz. Xo'p, nomerimiz 99lik 607-6900. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. MDF, yog'och, hammasidan bor. Shu ustaxonada o'zimiz yasab, o'zimiz tayyorlab beramiz. Agar ishlarimiz yoqqan bo'lsa, Telegram, WhatsApp, imo bor. Aloqa qilsanglar, razmerlar bersanglar, hisob-kitob qilib beraman. Fasoniga qarab pul o'zgaradi. Katalogga tashlab beraman, to'lasanglar, pulini chiqaramiz. Kelishib, narxlar ma'qul kelsa, kelishsak, o'zimiz borib, ish boshlashdan oldin o'lchab, chiroyli holatda, keyin borib devor chopib yoki yonboshiga shpaklopka qilib to'sadigan qilmasdan chiroyli tushadigan holatda qilib o'zimiz o'ng chaparini yozib o'lchab kelamiz. Shu narx ichida ketadisizlar, ularga pul to'lamaysizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Yana boshqa tushuntira olmagan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, ponni, ob'yomlarga qarab, Ishrom Oskopiga qarab, dastlabki ustanovkasini ichida qilib beramiz. Vodiyning tashqari joyiga xizmatini kelishilgan holda MDF yog'och hammasini tayyorlab bera olamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Inshaalloh sizlar uylarga ham shunaqa chiroyli eshiklar nasib qilsin. Salomat bo'linglar.